Bugun o'g'limni выпускnoyi 11 bitiryapti. Bugun bo'lyapti bizda bitiruv oqshomi. O'shaning uchun bo'yab oldim. Hozir endi kiyimlarni kiyaman, lekin undan oldin sizlarga master klass bo'yicha ozgina tushuncha berib o'tmoqchiman. Qaranglar, master klass programmasida 14 xil polfabrikat bo'ladi. Toshkent shahrida bo'ladi. Hamma narsani undan oldingi istoriyada yozdim. Master klass programmasini nimalar o'rgatilishini, hamma narsani boshidan oxirigacha tayyorlash, muzlatish, qadoqlash, upakovkalash, o'sha qadoqlash, upakovkalash, sotish, hamma bor bilim tajribalarim bilan bo'lishaman. Yana nima demoqchiman? Somsa xamiri so'ravasizlar, oxirgi o'rgatganingizni ham o'rgatasizlar. Qizlar, tanlov beraman. Xohlasanglar oldingi somsa xamirimdan, xohlasanglar hozirgisidan farqi yo'q. Master klassimiz 4 ta studiyasida bo'ladi. Bilasizlar, Yevrosiyoda birinchi sonli studiya, unaqa sharoitli studiya yo'q. Juda ham katta, shinam, yorug', hamma narsa bilan jihozlangan zo'r studiya. O'sha yerda bo'ladi. Xudo xolasa 26-27 iyul kunlari sizlarni kutaman. Predoplata tashlaysizlar, chunki predoplata bo'lmasa men ola olmayman va gruppaga qo'shaman. Predoplatamiz bor yo'g'i 150 ming so'm masalliq uchun. Dars pulimiz esa $100, ya'ni 1 300 000 so'm. Kim kelmoqchi bo'lsa, hozirdan joylarni band qilinglar. Uje menga juda ham ko'plab qizlar yozishyapti boraman deb. Uje 4 ta qiz predoplata tashladi. Xullas, sizlarni kutaman. 26-iyul kuni 4 ta studiyasida ko'rishamiz. Qizlarning chuchvaralarimiz ham chiqyapti. Mana yana svejiy tugildi. O'z bor yo'q yarim kilo bor dedim, u ham ketib qoldi. Mana kimga kerak bo'lsa murojaat qilishinglar mumkin.